Ey musulmonlar, Instagram, TikTok, Facebook bu hammasi riyo. Hayot boshqa. Dunyo boshqa. Bugungi internetdagi bu holatlar hammasi yolg'on. Hayotimiz boshqa jufqada. Lekin siz boshqa xayolda. Oilangizni tinchligini buzishga arzimaydigan orzu-havaslar. Hammani o'zini qarichi bor, oilasini balandpasi bor. O'sha bo'yicha yashang. Kimnidir oilasiga qarab, qaysidir bloger hayotiga qarab, shunaqa shirin ekan, shuna hayot zo'r ekan demang. Alloh hammani o'ziga yarasha sinov beradi. Mana men degan insonni bag'rini ochib qarasangiz dardi bo'ladi, dardi ichida bo'ladi hammani. Siz o'ylayotgan narsa bu dunyoda baxtli insonni o'zi yo'q. Baxt oxiri jannatda bo'ladi. Oxiri borib inshaalloh jannatga kirganimizda bu mashaqqatlar tugaydi, ungacha tugamaydi. Siz o'ylamang, uyimdan ketib boshqa davlatga borsam bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb. Yo'q. Hamma joyda xo'roz bir xil chiqaradi. Sizni qo'l ochib, bag'rini ochib kutib oladigan insonlar yo'q. Hamma joyda mashaqqat, qiyinchilik va toqat qilsangizgina niyatlaringizga erishasiz.